Bo'lay desang mustaqil, kvartirani ikkita qil. Mana bugungi manzilimiz 5-3 daqiqasida joylashgan 9 qavatli domning 9-etajda joylashgan bir xonali kvartirani obzoriga kelganmiz. Arenterga keladigan bo'lsak, shundoqqina Shoxtiyorni orqasidagi 9 etajli dom. Qanunda birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Mana azizlarim, xonadonimizga kirib oldik. Ko'rib turganingizdek, remontlari juda ham chiroyli holatda, koridorlari kattagina. Shundoq kirganimizda o'ng qo'limizda sanuzel tualetlari joylashgan, remontlari zo'r, aristonlari qo'yib qo'yilgan, suvlardan umuman muammosi yo'q. Undan o'tib oshxonaga kiramiz. Ayollarimiz sevimli xonasi. Bu yoqqa kirganda mebel texnikalari hammasini chiroyli holatda joylashtirib qo'yilgan, sifatli akfaromlarni qo'yib qo'yilgan, jalyuzilarni ilib qo'yilgan. Hammasi sizlar uchun qoladi. Undan o'tib asosiy xonaga. Qani ketdik. Mana azizlar, asosiy xonaga kirib oldik. Asosiy xonamiz 5 ga 3, remontlari yaxshi holatda, konditsionerlarni qo'yib qo'yilgan, televizorlar hammasi qoladi. Ko'rib turgan mebel texnikalaringiz hammasi tashlab ketiladi. Undan keyin balkon qismiga o'tamiz. Mana balkonimizga kirib oldik. Ko'rib turganingizdek, balkonimiz 1,5 ga 6. Bu yoqda ko'rgan hamma mebellaringiz, texnikalar hammasi qoladi. Mana azizlarim, uyni ko'rib chiqdik. Uyimiz juda ham zo'r, shinam holatda. Videoda ko'rilgan hamma mebel texnikalari qoladi. Faqat kirib yashab bersangiz bo'ldi. Bu uyni srochna sotish sababi Toshkentdan uy xarid qilishayotgan ekan. Bu uyning narxini 22 ming deb baholadi. Pastda raqamlar qoldiramiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqinglar. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Shunaqa bir xonali hamma mebel texnikasi bilan uy qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yamiz.